Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyelerimizin sözdeyimiz. Leksiyerisi de Gazi Rozi. Washington'dan sözdeyimiz, hürmetli vatandaş. Bugünkü islahı 2024 yıl 2. ayının 22. günü. Haftaga Perşembe vatandaşı. Bugünkü vaziyetimizden eysak. Bugün bir parça haber yetip geldi deydi. Bu haberde nime değil deyseniz. Amerika Koşmuş Ştatları Şarkı Asya ve Asya teyin çokan işleri bu içe. Yardımcı Devlet İşler Katibi Kritenberg, Daniel Kritenberg, tuyuksuzla Cungu doğrusu da sözlügen boldu, sözlü de haberde şundak değildi. Bırak bu haberde birliğe mezmunda qaraganda bu Kritenberg, Yardımcı Devlet İşler Katibi, Cungu'nun növbetteki karakterini sizip çıkıptı. Ondan deyin ki Cungu'nun növbetteki süptini tasvirlep çıkıptı. Ondan deyin ki Cungu'nun hazırki halkara cemiyette tutkan ornu ve Cungu'nun halkara cemiyetke qaratkan pozitsiyasını sözlep çıkıptı. Biz bununda nime iz kıldık deseniz vatandaş ötken yıl 11. ayın 14. San Francisco kitapnamesi. Şu vaktin başlap Amerika Cungu oturusu birbirini tankitlaş, birbirini ayıplaş ve yaki birbirinin ko'ngli yakmaydigan gap sözlerini qilishning o'zi azaygan asas jihatdan tugagan edi vatandaşa. Asas jihatdan tugagan edi. Bugunki yana bir xabarda ahırda körümüz bu haberde nime değil deseniz tünügün Tayvan boğuz yani cinmin araladı Tayvan'ga mensup bu aralda oldunki küllerde yolculama sayahatçılar paraxotuga çıkıp Cungu'nun deniz saksı tekşürgen boldu. Onundan avvalki küllerde Cungu'nun karteri yaki kolbaqayık tek bir nemesi Tayvan boğuzu tarafki öttü. Tayvan çigrasıgı cinmin aralığı öttü. Ötkenden bugün körüspegen haber nim değil deseniz bu Carter'dan birincisi denizde ruhsat kılış kenişkisi yokken, guahnaması yokken, ikincisi bu Carter'a koyulgan katnaş koyulduğun nomor taxtısı yokken, üçüncüsü bu Carter'ın qayada toxtaydigan, qayada toxtamaydigan muşlaq belgileri boldu kende. O deniz işlerini siz biz bilmeymiz o. Muşlarının hemmisi yok. Üçte yokken. Üçte yokken hazır gepçe Tayvan paraxotları yaki harbiy paraxotları bu Carter'a çekildi. Çekilmedi deydigan hiç qanday haber yok. Biroq bu paraxot Tayvan tavalli kirganda Tayvan tarafdan kayniga qayt debdi. Kayniga qaytadigan vaqtda bu paraxot qanda bu Carter qanday qildi? Kayniga qaytadigan vaqt tez qaytganmi yoki shunday bir chataqmi? O'rilib ketib, buningdagi 4 odamda ikkisi halok bo'libdi. Ikkisi qutuldirib qolibdi ikkisini. 4 odam shunday. Hazır bu qutulup qalgan iki adam bu Carter uyga qanday kirdi, nima ish qildi degan to'g'rida. Shundaqla 2 nafar do'stining yoki 2 nafar hamrohining suvga cho'kib o'lib ketganligi to'g'risida hozir Cungu partiyasi g'ayri bir ahvolda buni alohida ahvol qilib ko'tarib chiqib Markaziy xalq televiziya stansiyasiga olib chiqqan gap. Yani bunun da elbette nime degan teşviqat bulundu deseniz to'liq mazmuni yetib kelmedi. Tayvan hozir bizden Carter'ni cho'kirib o'tdi. Tayvan harbiy paraxotlar bizden Carterga hujum qildi. Bizden Carterga hujum qildi. Tayvan bu hujumda 2 nafar Cungulik biliqchini o'ldirdi. Mushundaq teşviqatlar hozir Markaziy televiziya stansiyasida o'tirg'i chiqqan bo'lsa bu chataqqa vatandaş. Mesela Cungulik nima qilmoqchi deb savol qo'yasiz bunga. Ikkinchi, hozir yetib kelgan xabar, hozir 1 soat 2 soatda bo'ldi. O xabarni tarqatgan o'rin hal qilg'ich paytlarda to'g'ri beta tarqatdi. Nima deydi deseniz, hozir Cunguning bir odamsiz aeroplani jinmin havo tavalliga kirgan gap. Shunaqmi?
Kirgenden keyin bunga Tayvan bu to'g'rida nima dedi, bir nima degili bo'lmadi, xabarim yo'q. Tayvandan qanday inkos qaytarganlik to'g'risida. Biroq orliq yo'qolib ketgan Javlijan deydigan Jungo tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi bor, o tuyuqsiz paydo bo'ldi ya vatandosh. Uni hajdor masallik bayonotchi, qattiq qo'l, qattiq so'z, iboralik bayonotchi deb Jungo uni yetkab ketgan edi bir chegara rayonga nimaga nazorat qilish gruppasi qo'shib. Tuyuqsiz bu bayonot chiqib qoldi ya. Ya'ni yondirib keldi degan gapmi? Yani ajdor masallik bayonotchilik bilan shug'ullanadi degan gapmi? Chunki bu vaziyatni qanday qilmoqchi? Masalan, birinchi kuni biliq chiqima, ikkinchi kuni Tayvanning yo'lovchi sayohatchilar parxotiga chiqib tekshirish, bugun uchinchi kuni desakda, shuni hisoblab turaylik. Odamsiz aeroplanning Jinmin orlig'i, ya'ni Tayvan tabaligidagi Jinmin orlig'i kirishi buning o'zi xatarlikdek turdi vatandosh. Chunki nima qilmoqchi buni vaziyatni o'rlitib. Masalan, Tayvan cho'kirib o'tdi, Tayvan parxotni kelib urdi degan gaplar xabarda aziyib qoldi. Xabarlarda bunday gap yo'q. U qayt kayniga debdi Tayvan taraf. Bu kater kayniga qaytdi, kayni qaytishchi bo'lgan shu oylik jarayonda cho'kib. Suga cho'kib o'rlib ketgan gap, o'rlishlar 4 odamning ichida ikkisi halok bo'lib, ikkisi hayot qolgan gap. Bu kishilar hozir tashviqotga o'tdi, Jungoda desangiz, bu haqiqatan g'ayri bir ish bo'ladi vatandosh. Uning ustiga hozir odamsiz aeroplan Jinmin orlig'i kirdi desangiz, bu endi qarab turib ig'vogarchilik bo'lamdi va qanday. Lekin orliqda tunugun nimdidoq, Amerika Qo'shma Shtatlari Oqsaroy buning ifoda bildi dedik. Bugun yana shuning munosabati xabarlarni sizlarga yetkazib bo'ldik. Endi bugun tuyuqsizlar hozir Kritenberg, Sharqiy Osiyo Tojikiston ishlar bo'yicha yordamchi davlat ishlar kotibi. Bu xabarning mavzusi nima desangiz, mundaq vatandosh. Amerika amaldori Jungo navbatdagi xalqaro sistemadan foydaga erishgan davlat. Lekin yana bu tartibni buzishga urinayotgan davlatlar. Mavzuli xabar 20-20 kuni Amerika 22 kuni Amerika ovozidan Xitoy til programmasi e'lon qildi. Xabar mundaq boshlandi. Yuqoridadoq Sharqiy Osiyo Tinch okean ishlari bo'yicha yordamchi davlat ishlar kotibi Daniel Kritenberg 21 kuni Washingtonda mundaq ko'rsatdi. Jungo bu davlat Amerika boshchiligidagi xalqaro tartibdan yoki xalqaro sistemadan foydaga erishgan davlatlar. Lekin Jungo izchil holda bu sistemaga buzg'unchilik qilib kelyapti. Kritenberg bunda ko'rsatdi. Jungo o'tgan 3 yilda 2021, 2022, 2023 3 yilda orqa-orqadan yer shari xarakterlik bexatarlik, yer shari xarakterlik taraqqiyot va ma'rifat qatorliq 3 cho'ng tashabbusni o'ttirib qo'ygan. Uning, ya'ni Jungoning yer sharini boshqacha boshqarishdagi g'oyasidagi yetakchi prinsip qilin. Demak, bu shu darajaga yetib kelgan gap vatandosh. Men sen bilan o'zingga so'qishtiraman. Hozirgi dunyo, Ikkinchi dunyo urushidan keyin bu dunyoning tartibi, bu dunyoning sistemasi Amerika boshchiligidagi g'arb dunyosining qo'lida turibdi. Bu Amerikaning qo'lida turibdi. Agar Jungo shu 3 prinsipni o'tirib qo'yib, hozir yer shariga qarta pozitsiyasini o'zining siyosat orqali belgilagan bo'lsa, bu Amerikaning yer sharidagi o'rni xares e'lon qildi deganlik qildi vatanda. Shundaymi? Kritenberg Washington bilim xazinasi G'arbiy Tinch okean komitetida o'tkazilgan Jungo janubi tarafda o'zgarayotgan yer shari tartibining taraqqiyotiga ta'sir ko'rsatmoqda. Mavzu shunday. Jungo janub tarafda o'zgarayotgan yer shari tartibining taraqqiyotiga ta'sir ko'rsatmoqda mavzuliq muhokama yig'inida nuqtaliq so'zlab bunda ko'rsatdi. Jungo bu davlat xalqaro tartib ta'minlagan muqimlikdan, fursatdan foyda oldi. Demak, siz qarab baqqanmi, 70-80 yil ichida Jungoning o'zining ichki ishlari chataq chiqmagan bo'lsa,
O ya barkayına to'xtaqaran Vietnam urush qildidan, Kambodsiyada vaqatardidan, Indoneziyada Aydit Kompartiyasi, Indoneziyaning partiyasi. Indoneziyada siyosiy o'zgarish tayyorlaridan qoltishlarni qildi. Chunguliqlarcha qoltish ishlabdi jimo, shu ishlarni qildi, lekin asosiy jihatda ichki jihati xotirjam xalqaro tartibdan foydalandi, xalqaro tartibdan foyda oldi dedi. Lekin bu tartibni kuchaytirish uchun hech qanday kuch chiqarmaydi, mashg'ul bo'lma dedi. Yordamchi davlat ishlar kotibi mundaq ko'rsatdi. Jungo Janubiy dengizda prinsiplarga buzg'unchilik qildi. Jungo Janubiy dengizda qonunsiz dengiz ishlari tashabbusini o'ttirib qo'ydi. Tinchlik va bexatarlik tahdid soldi. Erkin qatnash va savdo qatnashga tahdid soldi. Jungo iqtisod sohasida bu prinsiplarga buzg'unchilik qildi. Demak, men boshda nima dedim? Jungoning sifatini tasvirlabdi. Jungoning navbatdagi xarakterini tasvirlabdi. Jungoning yer sharida tutgan o'rnini, ya'ni buzg'unchilik xarakterli ish qila oladigan bir davlat ekanligidan iborat bu o'rnini tasvirlabdi. Daniel Kritenberg, Amerika Qo'shma Shtatlari davlat mahkamasi Janubiy Osiyo ishlari bo'yicha yordamchi davlat ishlar kotibi. Demak, bu sifatlarni Jungoning sifatini bugun shuna o'ttirib qo'ydi degan gap vatandosh. Iqtisodiy sohada prinsiplar buzg'unchilik qildi. Jungoning yaxshi ko'rishi va yomon ko'rishiga moslashmagan ahvolda davlatlar munosabatida u davlatlarga savdo cheklimasi qo'ydi. Demak, u davlatlarni bo'zak etdi. Jungo shundaqla bizning, ya'ni Amerikaning arqa o'ylisida buzg'unchilik qildi. Latin Amerikasiga yetib keldi vatandosh. Meksika davlatigacha, mishadagi Honduras deydigan davlatlarning hammasida Jungo o'yin o'ynab Amerikaning arqa o'ylisida parokandichilik paydo qildi. Iqtisodiy jihatda parokandichilik paydo qildi. U davlatlarga popuzi ishlatdi. Shundaqla qatorda Amerikaning grejdanlarga popuzi ishlatdi. O'tgan yil 11-oyda nima dedik? Amerikaning grejdanlari Jungoga bordi, qo'lga olindi. Amerikaning grejdanlari Jungoga bordi, qaytib Amerika kelish jarayonida chegaradan chiqqili qo'ymadi hozirgacha. O'tgan yil 11-oyda suhbatga qo'yildi bu masala. Hozirgacha Jungo paloni grejdanni qo'yib etdi. Paloni grejdanni nazarband qildi yoki qo'yib berdi yoki talab bo'yicha ish qildi deydigan ish kelmadi taqa. Qo'yib bermadi vatandosh. Amerikaning grejdanlarini qo'yib bermadi. Demak, Jungo o'tib ketgan 10 yil mobaynida davlat ichida diktatorlashdi. Davlat ichiga diktatorni yo'l qo'ymasdan mustamlik Uyg'uristonga diktator ishlatdi. Davlat sirtida hayva qilib keldi. Ilk ajdor masallik diplomatiyasi bilan hayva qilib keldi. Jungo 2021-yili, 22-yili, 23-yili orqa-orqadan butun yer shari taraqqiyot tashabbusi JDI, butun yer shari bexatarlik kelishimi JSI va butun yer shari ma'rifat tashabbusi JCI qatorliq tashabbuslarni orqa-orqada o'ttirib qo'ydi. Buning qarab bakma bexatarlik. Demak, buni dunyo qarshi oladi. Masalan, nimani qarshi oladi desiniz, hozir buning tekstini, ustini, ostini tushunmay turib, Jungochi bexatarlik degan so'zni yarashardi kichik davlatlar qarshi oladi. Bexatarlik nima? Sen yarasharga nima bexatarlik olib kelishing mumkin? Amaliyotda Kambodsha, Hindiston, Talay deganlar seni qarshi oladi deylar. Sen yer shariga nima bexatarlik olib kelishing mumkin? Uyg'uriston yer sharining bir qismi, Uyg'ur xalqi yer sharidagi bir millatning bir qismi nima qilyapti hozir? U yerda bos turib, ya'ni dunyoga yer shariga bexatarlik olib kelman. Bu yeligarning gapi vatandoshlik dedi. Yeligarlik qilyapti. Ikkinchi, butun yer shari ma'rifat tashabbusi. Bu ham da taraqqiyot deyli. Taraqqiyotning bir qismi deyli, madaniyat fan texnika taraqqiyot. Sen shuni qilasan, shunaqmi?
Bütün yer şarı hem şunu kıldı. Bu fakat cungucu teşebbüs buldu. Bunun hem de hal kılgıcı sahnesi muşu jarayanda oynaydigan sahne, oyun ko'rsatadigan sahne nima? Dollar bir yol bir belbog' sahnesi. Bütün O'rta Osiyo. Yevropa, İtaliya chiqib ketdi Yevropada. Bütün O'rta Osiyo hozirgacha chiqib ketdim, kirdim degan masala yo'q. Hozir Tojikiston yerini taqsim qilib berdi, pulni to'layolmay. Qirg'iziston Uyg'urni tutib berdi, 4216 nafar. Qozog'iston hozir bu bir yo'l bir belbog' siyasi nima qilyapti onu bilmaymiz. O'rta Osiyo hozir mushu siyosatning ta'sirida, lekin dunyoning boshqa joylari Jungoning bir yo'l, bir belbog' siyosati mag'lub bo'ldi vatanda. Yordamchi davlat ishlar kotibi Daniel Kretenberg bundaq hisoblaydi. Bu to'rt cho'ng tashabbus Jungoning butun yer sharini boshqarishiga, Jungoning butun yer sharini boshqarish urinayotganligining boshqacha, balki g'oyibiy, strategik, yetakchi iddiasi. Bir yo'l, bir belbog' tashabbus yuqorqi tashabbuslarni ishga oshirishning sahnasidir. Lekin bu tashabbuslar navbatdagi yer shari sistemasining nurg'ulagan yadroliq prinsiplariga buzg'unchilik olib keldi vatandosh. Kretenbergning so'zlagan so'zi.